Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali do'stlarim. Bilasizmi, bugungi mavzuyimiz shunaqangi qiziqarli mavzuki, bu mavzuni tayyorlashda o'zim ham bir-biridan g'alati va qiziqarli faktlarga guvoh bo'ldim. Xo'sh, bugungi mavzuyimiz milliy terma jamoamizning eng erkatoy futbolchisi, murabbiylarning arzandasi va yoqimtoyi. Murabbiylar almashsa ham tarkibga har doim chaqirib oladigan o'sha O'zbekiston milliy terma jamoasining qo'shtirnoq ichidagi eng zo'r futbolchisi Farrux Sayfiyev haqida. Siz yaqinroq joylashib oling va qulayroq o'tirib oling, men esa videoni boshlayman. Farrux Sayfiyev 2014-yilda ilk marotaba milliy terma jamoamizda debyut qilgan. Ha do'stlar, bundan ro'ppa-rosa 12 yil avval Mirjalol Qosimov qo'l ostida, adashmasam, Ozarbayjon milliy terma jamoasiga qarshi bo'lgan o'rtoqlik o'yinida Farrux Sayfiyev debyut qilgan va hozirgacha bizlarni o'zining super o'yinlari bilan xursand qilib kelmoqda. Farrux Sayfiyev O'zbekiston milliy terma jamoasida o'ynagan davrlarda O'zbekiston milliy terma jamoasida oz emas, ko'p emas 8 marotaba murabbiy almashdi. Ilk marotaba Mirjalol Qosimov, undan so'ng esa Samvel Babayan. Samvel Babayandan so'ng esa Ro'ziqul Berdiyev vaqtinchalik murabbiy. Ro'ziqul Berdiyevdan keyin esa Ektor Kuper. Ektor Kuperdan keyin esa Vadim Abramov. Vadim Abramovdan keyin esa Katanes. Katanesdan so'ng esa Timur Kapadze. Timur Kapadzedan keyin esa mana hozir Fabio Cannavaro milliy terma jamoasida murabbiylik qilmoqda va ishonasizmi, mana shu 8 ta murabbiyning hammasi Farrux Sayfiyevni har doim milliy terma jamoamizga chaqirgan. Aytishingiz mumkin, haqiqatan ham u chap qanotdagi eng zo'r futbolchi bo'lganligi uchun chaqirilgandir. Haqiqatan ham u ham hujumda, ham himoyada zo'r yordam bergandir deyishingiz mumkin. Lekin bitta hayron qoladigan statistikani aytib o'taman. O'zingiz turgan joyingizda yiqilib qolishingiz mumkin. Bilasizlar, zamonaviy futbolda chap qanot yoki o'ng qanot himoyachilari har doim hujumga yordam berishadi, golli uzatmalar amalga oshirishadi yoki bo'lmasam gol urishadi. Juda ham ko'p marotaba. Lekin Farrux Sayfiyev hozirgacha rasmiy o'yinlarda 67 marotaba maydonga tushgan bo'lsa, tasavvur qiling, 67 marotaba rasmiy o'yinlarda maydonga tushgan bo'lsa, bor yo'g'i bir marotaba milliy terma jamoamiz libosida gol urgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bor yo'g'i bir marotaba har doim hujumda yuradigan chap qanot himoyachisi bir marotaba gol urgan. Mayli. Gol urishini yo'q qo'yib chetga surib turamiz, lekin himoyada uning o'yinlari qanday? Himoyada ham asosan Farrux Sayfiyev unchalik aktiv ko'rsatmaydi. Asosan Farrux Sayfiyev maydonga tushgan paytlarda u hujumga yordam bergan va himoyada markaziy himoyachilar uning pozitsiyasini yopishga harakat qilishgan. Aytishingiz mumkin, xo'sh, unaqa kuchli futbolchi emas ekan, tez xato qilib turar ekan, lekin nega 12 yildan beri har doim chaqiruv oladi? Nega murabbiylar almashsa ham Farrux Sayfiyevning o'rni almashmaydi deyishingiz mumkin. Bu savolga to'g'risi men ham javob bera olmayman. Rostini aytinglar, Farrux Sayfiyev kimning erkatoyi yoki bo'lmasam kim bu futbolchining tankasi? Bilmayman to'g'risi. Murabbiylar almashadi, to'g'rimi? Bilasizmi? Murabbiylar har xil fikrlaydigan murabbiylar bo'ladi. Kimdir unaqa futbolni yaxshi ko'radi, kimdir bunaqa futbolni yaxshi. 8 ta murabbiy, 8 ta. Mirjalol Qosimov, Samvel Babayan, Ro'ziqul Berdiyev, Ektor Kuper, Vadim Abramov, Srechu Katanes, Timur Kapadze, Fabio Cannavaro va Farrux Sayfiyev 35 yoshda va u jahon chempionatida o'ynaydi. Va Kanadaga qarshi bo'lgan uchrashuvda o'zingiz ko'rdingiz qanchalar oddiy xatolarga yo'l qo'ydi. Bilmadim, nimasi bor bu futbolchini, nega bu futbolchi har doim milliy terma jamoaga chaqiruv oladi? Men Farrux Sayfiyevni pik davriga chiqqan payti chaqiruv olishini tushunaman, lekin hozir Farrux Sayfiyev qanchalik kerak bizga? Chap qanotda Shehzod Nasrullayev bor, o'ng qanotda Hojiakbar Alijonov bor. Aytgancha, oxirgi o'yinda Kanadaga qarshi bo'lgan o'yinda Farrux Sayfiyevni Cannavaro chap qanotda ham unchalik zo'r o'ynay olmayotgan so'nggi paytlarda chap qanotda ham o'zini ko'rsata olmayotgan futbolchini Fabio Cannavaro o'ng qanotda Hojiakbar Alijonovning o'rniga tushirgan. Xullas kalom do'stlar, aytishingiz mumkin, hate qilma, bir futbolchiga bog'liq emas. To'g'ri tushunaman, futbolda jamoaviy o'yin bo'ladi, lekin bir futbolchiga hech narsa bog'liq emas. To'g'ri, Farrux Sayfiyev xato qilsa ham uni o'rnini shu bosib ketsa bo'ladi. Lekin do'stlar, milliy terma jamoa bu yuqori daraja. Braziliya milliy terma jamoasini eslang, vaqtida hattoki Ronaldinyolar ham chaqiruv olmagan. Undan zo'r futbolchilar ham chaqiruv olmagan. Chunki milliy terma jamoa shunaqa joyki, unda faqat munosib futbolchilar o'ynashi kerak.
To'g'rimi? Farruh Sayfiyevning o'rniga Umarali Rahmonaliyev yoki bo'lmasam Jasur Jaloliddinov va boshqa futbolchilarni chaqirishi ham mumkin edi. Bitta futbolchini o'rniga o'zini ko'rsataman degan, jonimni beraman degan futbolchilar ko'p edi. Undan tashqari boshqa variantlar ham bor edi. Bilmadim, lekin mening fikrimcha milliy terma jamoaga chaqirilayotgan futbolchilar eng zo'r o'ynayotgan futbolchilar bo'lish kerak, kamida o'zining pozitsiyasida. Siz qanday fikrdasiz? Farruh Sayfiyev hozir ayni paytda uning formasi milliy terma jamoamizda o'ynashga loyiqmi, noloyiqmi? Faqatgina so'kmasdan madaniyatni saqlagan holda javob beringlar va o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar do'stlar. Va yana bitta narsani iltimos qilaman. Bizning Telegram kanalimizga, Futbol vaqtining Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. 3 kundan so'ng 8-iyun 23:45 da Gollandiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvimiz bo'ladi. Mana shu uchrashuvni biz mana shu Telegram kanalimizda jonli efir qilamiz va do'stlar 400 mingtalik marraga borig'i 17 mingtadan oshiqroq odam qoldi. 382 mingtadan o'tib ketdik. O'shaning uchun hozirning o'zida obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab qo'ying. Futbol vaqtida qoling va futbol vaqti har doim hech narsadan qo'rqmasdan xohlagan insonini sizga qanday ekanligini gapirib berishi mumkin. Xayr, salomat bo'ling.